Bizni bugungi suhbatdoshimiz Media Haya klinikasi asoschisi va rahbari, Yumeyxo bo'yicha mutaxassis Feruza Alisherovna. Feruzaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Podkastimizga. Sog' bo'ling. Mana siz haqingizda juda ko'p o'rgandik shu suhbatgacha. 7 yillik faoliyatingiz davomida, aynan massaj bo'yicha faoliyatingiz davomida, ungacha akusherlik faoliyatingiz ham bo'lgan, minglab insonlarni, patsientlarni ko'rgansiz, shifo topishiga sababchi bo'lgansiz. Shu bilan birga rahbarsiz. Aslida odamlar orasida shunday gap yuradi. Rahbar erkakni ortida ayol turadi deb. Rahbar ayolni ortida kim turadi? Erkak. U erkak kim? Xo'jayinimlar. Xo'jayinimlar, albatta duogo'y ota-ona bo'ladi. Shu darajaga ota-onamizni duolari bilan keyin men o'ylayman, shu yillar davomida ko'p onaxonlar, ayollar, ayniqsa tuzalgan odam bilan juda ham boshqacha duo qiladi. Shular oxirida har doim 10 kunlik seans tugaganda aytishardi, endi o'tiring deyishardi-da. Hammaligisi duo qilishardi. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring deb men o'ylayman, shu duolarning ham natijasi bo'lsa kerak. Endi albatta ayol kishiga finans tarafdan ham, podдержка tarafdan ham, qo'llab-quvvatlashdan ham, moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan, anu bo'lasan, qilasan, uddalolaysan degan tarafdan tunu kun yoningizda hamroh erkak kishi kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz. Albatta, Alloh ularni sababchi qildi. Albatta. Tayanchiz. Ishonch katta muhimmi bu borada? Chunki erkak oilasidan xotirjam bo'lsa ishda ishla oladi. Ayol ham shunaqa. Ishonch. Chunki shunaqa paytlar bo'ladi. Bu hamma menimcha ayollarni bunaqa qanaqadir bitta boshliq ayollarni yoki boshqaruvda yoki shu darajaga kelguncha ularning yo'lida osh-ovqat qila olmaysiz. Farzandlarga vaqtingiz bo'lmaydi. Xo'jayiningizga ham vaqt ajrata olmaysiz. Menda shunaqa paytlar bo'lgan, soat 12 gacha ishdan keyin ishda 5 da kelardim. Eshikni tagida kutib turishardi. 5:30 da yetib kelsam, kiyinib tez yechinib olardim. Soat 6 dan yana kechqurungi yoz kunlari 12 gacha uyda patsient ko'rgan paytlarim bo'lgan. Endi eshigingiz taqilib qilgan odamga yo'l olmaysiz. So'z shu bo'lgandan keyin bu sizning majburiyatingiz. O'sha paytlarda sabr qilganlar. Men o'ylardim, endi bu darajada sabr qiladilar deb o'ylamaganman. Lekin sabr qilganlar. Sizni oldingizga qo'ygan maqsad ham bunga sababchimi? Chunki siz insonlarni shifo topishi uchun harakat qilyapsiz. Men shuni yaxshi ko'rardim. Insonlarni tuzalishini yaxshi ko'rardim. Ularni ham har doim savollari shunaqa bo'lardi. Nech pul topding deb hech qachon menga savol bermaganlar. Nechta mijoz bor, nechta kasal kelyapti, bir kunda nechta odam ko'ryapsan, tuzalyaptim. Даже shunaqa bo'lardi, bir oilaviy mijozlar bo'ladi, bir kelishganda shu soat 6 dan 6 gacha, shu kech paytgacha bitta oila kelishardi. Buvilari, navaralari, kelinlari galma-galdan. Shunaqa paytlar bo'lardi. Onasini qilgunimcha bolasiga qarab ham turardilar. Qarovchi bitta odam kerak bo'ldi. Bir xil nimalarni shu qilvasin deb aytmoqman, har taraflama. Ko'p bemorlarni nomma-nom taniydilar. Har doim so'raydilar, shu yaxshi bo'lib ketdimi, bu yaxshi bo'lib ketdimi? Keyin baribir tushkun holatlaringiz bo'ladi. Bir xil holatlarda xafa bo'lib qolasiz, qaysidir nimalar o'sha paytda qila olsan, bo'la olsan. Endi hozir bu aynan mutaxassisligingiz bo'yicha xafa bo'lgan joylaringizga alohida to'xtalamiz. Yo'q, mutaxassisligingiz bo'lmaydi-ku.
alhamdulillah unaqa patsientlar bilan nimalar bilan bo'lmagan. Oilaviy. O'qishingiz daraja paytida mana qiyin bo'ladi. Ham o'qib turib, ham Malaka farzandlar oshirish bilan vaqtida. informatsiyali ma'lumotlarni qilib olish, yetkazib olish, kasallarni ustida ishlashda qiynalib ketasizda. Eplay olarmikinman, qila olarmikinman, shu kasalni tuzata olarmikinman yoki siz o'ylagan 2-3 kunda natija bo'lmay qoladi. O'sha paytlarda tushkunlik holati bo'ladi. Chiqarib yuborarlar. Turmush o'rtog'ingiz har tomonlama yordam beradilar. Lekin aslida kim bo'lishni orzu qilgansiz? Manmi tilshunos jurnalist bo'lishni xohlaganman. Jahon tillari universitetiga kirib, o'sha yerda ingliz filologiyasi bo'yicha O'zbekiston teleradio kompaniyalarida nima bo'lardi? Yangiliklar bo'lardi ingliz tilida. Ingliz tilida. O'shanga havas qilardim. O'sha boshlovchilarning o'rnida bo'lib o'tirib ingliz tilidan axborotlarni nima qilishni. Keyinchi? Keyin oilamizda meditsina xodimlari ko'p bo'lgani uchun, onamlar ham meditsina xodimasi bo'lganlari uchun, shu 9-sinfni bitirganimdan keyin adamlar taklif berganlar. Shu oying shunaqa hunari bor, uyimizda hammaga foydasi tegadi. Salkam diplomi yo'q, vrach deganlar. San ham agar ayol kishiga hunar yaxshi, ingliz tilini men o'zimga kerak bo'lganimda yillar davomida o'rgandim. San ham o'rgansang bo'ladi, lekin meditsina bu hunar, uning uchun отдельно o'qish kerak, alohida bilim kerak deganlar. Keyin adamlarni endi so'zlarini ikki qilmaganman. Keyin kirganman akusherkalik sohasiga, ularning taklifligisi bilan ota-onamlarni o'qiganman, 5 ga o'qiganman, o'zimni soham bo'yicha ishlaganman. Keyin farzand, oila, turmush o'rtada baribir to'xtalish bo'lgan. Keyin ozgina vaqtdan keyin shu qaynonamlar sabab bo'lganlar. Ularni shu o'zimni birinchi ustozimga borganlarida tasodifan kirib qolganman billa. Keyin ularni ko'rib o'sha davolaganlar. O'shanda endi men uchun odam kasal bo'lganda davo ikkita edi. Birinchisi dori preparatlar, u yordam bermasa operatsiya. O'shani o'rtasidagi bo'lgan muolaja, dorilar ham uncha yordam bermaganda, operatsiyaga tushasiz, grijada yoki o'sha oyoq og'riqlarida shu qo'l bilan qilinadigan muolajani o'zi shunchalik foyda berganini ko'rib, men hayratda qolganman. Shu meditsina sohasida bo'lsam hamda. O'shaning uchun qiziqib ketib qolganman. Lekin hayron qolarli darajada siz aslida jurnalist bo'lishni orzu qilgansiz. Insonni orzusi qalbida armon bo'lib turadi-da. U armon bo'lib, sizni qiynagan payti bo'lmaganmi? Meditsinani u turidan bu turiga o'tib ketibsiz. O'tguncha. Har doim shu Jahon tillari universitetini oldidan o'tganimda ko'zingiz tushadi-ku. Bir boshqacha his bo'lardi-da, baribir-da. Shotga kirib o'qimaganman deb. Qanaqadir biz bolalik paytimizda hali u soha nimaligini ham bilmaysiz. Prosta ko'rib mehr, muhabbat uyg'onadi-ku. Bilmayman, balki o'qiganimda mendan jurnalist chiqmasmidi yoki men u narsani eplolmasmidim, uni bilmayman, lekin menda havas bo'lgan shu narsaga. Hozir ham jahon tillarining oldidan o'tganingiz bo'ladi. Bo'ladimi shunaqa? Lekin hozir ijtimoiy tarmoqlar bor. Bemalol o'z sohangiz bo'yicha siz kontentlar tayyorlashingiz mumkin. Men o'ylayman, hozir Instagram olamida ham har kuni informatsionniy har gal. Xuddi jurnalistik. U ham menimcha shunday kam bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Kam emas, to'g'ri. Endi yana shu sohaga qaytamiz. Massaj bo'yicha mutaxassislikni tanlaganingiz va shu yo'nalishda o'qiganingiz. Mana qiziqib qoldingiz, fikringiz o'zgardi. Faqat dorilar yoki operatsiya emas, boshqa usullari ham bor ekan. Massaj orqali insonni davolash. Mana yuqorida siz bilan suhbatlashganimizda hech qachon operatsiyaga shoshilish kerak emas dedingiz. Bu oxirgi yo'l. Chunki odamning tanasi bir butunda. To'g'ri, operatsiyadan keyin ham yaxshi bo'lib ketish mumkin, lekin baribir reabilitatsiyani tiklanishni talab qiladi. Insonlar o'ylashadi, operatsiya bo'lganimdan keyin bo'ldi, shu bilan yurib ketaman. Yo'q, u begona narsa qo'yiladi. U hech qachon odamning organizmi o'zini asli holatida bo'lmaydi. Masalan, tish implant qo'ydirsangiz ham o'zingizniki bo'lmaydi. U tishga moslashib ketguncha qancha qiynalasiz-da. Tan bilmay turasiz, tan bilmaysiz, g'alati bo'ladi, chayna olmaysiz, og'riqli bo'ladi. Hozir masalan, meni sohamda o'sha suyak bo'g'im yemirishlarda bu endoprotez qo'yiladi. Endoprotez ham o'zingizniki emas. Uni ishlab ketishiga ham vaqt kerak. Endi kimdadir yaxshi bo'ladi. Ayniqsa yosh masalasi, chunki to'g'ri kasalliklar yoshardi, lekin baribir 50 yoshdan keyin, 60 yoshdan keyin operatsiya taklif qilinadi.
Endi bu yoshda o'zi operatsiya, narkoz degan bor, operatsiyadan keyin tiklanish bor. Shuning uchun men o'ylayman, iloji boricha odam o'zini tanasidagi, o'zini a'zolarini ko'proq saqlab qolgani yaxshi deb o'ylayman. Endi yana aytdingiz, insonni tanasida suv yig'ilishi. Mana shu suvdan xalos qiladi massaj va bu ham to'g'ri muolajaga sabab bo'ladi. Ya'ni atyoq, xalq tilida aytganda. 70% bu ko'p rol o'ynaydi. Odamlar bunga e'tibor berishmaydi, chunki tanamizda o'sha limfa sistemasi bor. Bu limfa toksinlarni haydaydi tanadan. Tanada suyuqlik degani ortiqcha toksin, zaharlanish, o'sha to'planish bor degani, chiqib ketishi bo'lgan, kerak bo'lgan suyuqliklar chiqib ketmayapti degani. Bu o'z-o'zidan qon aylanish sistemasiga ham ta'sir qiladi. Shotni o'zidan уже zanjir buzilib boshlaydi. Shotdan sekin-sekin boshi shot ham bo'ladi. Shu sababdan boshlanishi. Ildizi bo'ladi. Sekin-sekin, chunki qon aylanishi yaxshi bo'lgan tanada kasallik bo'lmaydi. Deyarli. Bunaqa kasalliklar bo'lmaydi. Chunki qaysi bir a'zoda qon aylanish buzilsa, o'sha a'zoda ya'ni disfunksiya, patologiya kuzatiladi. Chunki tasavvur qiling, masalan, mashinangizga постоянно yaxshi benzin quyib tursangiz zo'r yuradi-ku. Endi vaqti bilan yana nimalarigadir qarab turasiz, lekin asosan maza qilib yurasiz. Bu ham shunaqa, o'sha qon bizning benzinimiz. O'sha benzin yaxshi bo'lsa, qon yaxshi aylansa, u aylanayotgan qon sog'lom bo'lsa, menimcha ortiqcha kasalliklar kelib chiqmaydi. Endi hozir dolzarb mavzu bor xalqimiz orasida. Ko'pchilik ortiqcha vazndan qiynalayapti. Hammani deyarli ozgisi keladi. Ko'p foiz insonlarni ozgisi keladi. Statistika ma'lumotiga ko'ra, massaj ozdiradimi? Yo'q. Ozdiruvchi massajlar bor deb e'lonlar berishadi. Xo'p, bo'ladi. 1-2 kilo yoki bo'lmasam massaj odam organizmida juda ko'p sistemalarga ta'sir qiladi. Aytganimdek, qon aylanish sistemasiga, gormonal tizimga, limfalarga, hazm sistemasiga, asab sistemasiga, mana sekin-sekin shu ta'sir qilib boshlaydi. Birinchi limfalarga suyuqlik chiqib ketadi, hazm sistemasiga, ya'ni ichaklarimiz, to'g'ri ishlashni boshlaydi. Ko'proq oldingiga nisbatan mushaklar yaxshi qisqarganini hisobiga yaxshiroq bo'shanish bo'ladi. Ya'ni organizm toksinlardan bo'shab boshlaydi, qon aylanishi yaxshilanadi, teri sistemasiga ta'sir qiladi. Terida o'sha tashqarida qon aylanishi yaxshi bo'ladi, silliqlanish yaxshi bo'ladi. Yana har xil foydali yog'lar bilan qilinadi-ku. Keyin mashqlar bilan qilinadi. Mushaklarning tonusi yaxshi bo'ladi. Shuni hisobiga organizm yig'ilinadi. Ya'ni mana bu shishlar, nimalar ketadi. Tashqi ko'rinishingizdan o'zingizga yoqib boshlaysiz. Ozgandek his qilasiz, yengil his qilasiz. Lekin organizm juda ham aqlli. Qanchalik siz uni bundan tez xalos qilsangiz, yana o'sha sharoitni tez yaratib bersangiz, yana o'sha holatiga qaytib oladi. Endi mana bir umr massaj olib yura olmaysiz-ku, masalan. To'g'ri. Lekin qizdiruvchi kremlar bor, gellar bor. Massajistlar mana shulardan ham foydalanib, qattim oritib qilishadi. Yo'q, oritilmaydi. Massaj bu og'riqli degani emas. O'zi massajning qoidasi bor. 30% og'riq, 70% yoqimli hissiyot bo'lishi kerak. Yoqimli hissiyot ko'proq bo'lishi kerak. Ko'p og'riq beruvchi massaj to'g'ri massaj emasmi? Yo'q, massaj og'rimaydi. Chunki qarang, massajni gormonal o'zgarishlar, gormonal sistemasiga nima ta'sir qiladi? Aytishadi, stressni kamaytiradi. Odamda massaj olgan odamda charchoq chiqadi. Nimani hisobiga? Bizda shu stress gormon deydi, hamma aytadi, kortizol ko'payib ketadi. Xo'p, endi massajda oksitotsin bilan dopamin gormoni ishlab chiqarish tezlashadi. Nega? Oksitotsin xursand qiladimi odamni? Oksitotsin bu quyoshda issiqda ishlab chiqariladi. Bu ishonch gormoni hisoblanadi. Dopamin baxt gormoni. Bu nimada ishlab chiqariladi? Yotgan o'sha mijoz, massaj olayotgan odam mutaxassisga to'liq ishonadi. Bu o'sha o'zini bo'sh qo'yadi, og'riqlar qoladi, nima qiladi, tuzalishlar, o'shanda oksitotsin, dopamin gormonlari ishlab chiqariladi. U
u protsessda og'riq bo'lishi kerak emas. Bosayotganda ham masalan, ha shu joyimni bilib qo'yasdan ko'proq qil, ham og'ribyapti, ham yoqyapti deydi. Mana shu protsess bo'lishi kerak. Endi tasavvur qiling, sizni yotib, ko'kartirib, ezg'ilab, siz musht bo'lib yotibsiz. Qatdan chiqadi oksitotsin bilan dopamin. Kortizol ko'payadi. Keyin yana ovqat yegish keladi. Keyin ko'pchilikni hozir mana bizada shu 50 dan buyog'iga bo'lsa, ko'pchilikni hozir yuragi nozik. Davleniyaga, gipertonik davleniyaga moyil. Siz og'riqqa chidaganingizda qon tomirlar qisqaradi, mushaklar tonusda turadimi? Siz hali og'riqqa chidaysiz. Har bir hissiyot yurak orqali o'tadi. O'shanda yurakka zo'riqish keladi. Ham siz yotibsiz, qisilyapsiz, shundoq ham kislorod to'lig'icha bormay qoladi, davleniya ko'tarilib ketishi mumkin. O'shaning uchun kerakli og'riqqa berish kerak. Men yaqinda o'sha malaka oshirganimda shu bizga ustozlik qilgan nima aytdiki, 30 yillik tajribamda bu Moskvada o'sha Oleg Xazov meni yo'nalishim bo'yicha Moskvada yumexoterapiya assotsiatsiyasining prezidenti hisoblanadi. Men aynan mana shu joyda yumexoterapiyasi haqida ma'lumot berib o'ting. Biz yuqorida sizni yumexoterapiyasi bo'yicha mutaxassis deb tanishtirdik, lekin xalqimiz uchun ko'pchilik, hatto men uchun ham unchalar tanish so'z emas bu. Yumexoterapiya bu yapon metodikasi hisoblanadi. O'zi bu terapiyani yapon massajisti emas, yapon terapevti, ya'ni sharq va g'arb meditsinasini birlashtirgan yapon terapevti asos solgan Sayonji Masayuki degan va tillaringiz ham yaxshi kelishyapti yaponcha. Moskvada ham shu Sayonji Masayukini tashabbusi bilan shu Moskvada shunaqa assotsiatsiya ochilgan, maktab ochilgan. Bu o'sha dastlab aviatsiya xodimlari, ya'ni kosmonavtlarning o'rtasida ularni ustida 10 yil tajribadan o'tkazilgan Moskvada. Har yili shu Sayonji Masayuki 30 ta specialistga shu terapiyani o'rgatgan. Nega? Ularda hayotda umri davomida ularda nima nagruzka ko'p bo'lgan. Shuning uchun umrida eng nagruzkasi ko'p bo'lgan, og'irligi ko'p bo'lgan kasb egalarida o'tkazilgan bu tajriba. U qaysi kasb egalari deyiladi? Harbiylar, keyin kosmonavtlar, chunki ular ko'p o'tirishadi. To'g'ri. Chunki bilasiz, kosmonavtlar eng sog'lom odamlar bo'lishi kerak. Ularda nagruzka, og'irlik eng ko'p hisoblanadi va harbiylarda. Chunki ular juda og'ir sharoitlarda ko'p tikka turadi, ko'p o'tiradi. Chunki ruschaga aytganda oporni dvigatelni hayot tayanch harakat a'zolari uchun ishlab chiqilgan metodika hisoblanadi bu. Aslida. Endi mana buni o'rganishimga sabab, endi bu massaj yo'nalishida innovatsiya hisoblanadi. Bizani O'zbekistonda kechirasiz Feruzaxon, Feruza Alisherovna, massaj yo'nalishida innovatsiya siz borib o'rgandingizmi yoki bu yo'nalishga kiritildimi bu? Yo'q. Yumexoterapiyaga kiritildimi? Nima bo'ldi o'zi? Yo'q, bu o'zi bo'lgan. Terapiyani o'zi bo'lgan. Massaj bilan aloqasini gapiring. Massajni bir yo'nalishi, masalan, osteoplastika bor, kineziologiya bor, har xil yo'nalishlar bor. Visceral terapiya, bu abdominal massaj deyiladi. Demak, massaj deyilmaydi, bu terapiya deyiladi. Terapiya deyiladi, lekin bizada ommaga, aholiga massaj desangiz, ya'ni qo'l bilan qilinadigan, ularga tushunarliroq bo'ladi, lekin kelib mijozda patsientlar olishgandan keyin, bu massaj emas-ku, yo'q, bu unaqa massaj deb ham bo'lmaydi. Bu terapiya. Keyin fikr bildirishadi, sizlar mushaklar bilan, suyaklar bilan ishlarkansizlar, deydi, to'g'ridan to'g'ri. Bu to'g'rimi? Bu to'g'ri. Shunaqa xulosa chiqarsa to'g'ridan to'g'ri bo'ladi. Demak, mushaklar va suyaklar bilan ishlaysiz. Mushak va suyak sistemasi bilan mukammal darajada ishlaydi deya olaman, to'liq. Yumexoterapiya. Va siz bu borada malaka oshirdingiz, mana yuqorida aytdingiz, Xazovni. O'zi 7 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi O'zbekistonda shu o'rganganman. Keyin demak, hozir O'zbekistonda yumexoterapiyasi bo'yicha siz birinchi o'rganganlardan hisoblanasiz. Bir ayol kishilardan. Yana to'liq nimasini, nazariyasini, ya'ni mukammal darajada va o'sha Yaponiya assotsiatsiyasini tashabbusi bilan ochilgan, ya'ni shu Sayonji Masayukining taklifi bilan ochilgan Rossiya Federatsiyasining Yumex assotsiatsiyasi bor. Shu assotsiatsiyaga, ya'ni yumexoterapevt
sifatida qabul qilingan O'zbekistondan birinchi ayol mutaxassis sifatida qabul qilindim. Biz faxrlanamiz bunday ayollarimiz bilan va bunday mutaxassislarimiz bilan. Mana hozir diplomlarni ham ko'ryapmiz. Mana ular tomonidan berilgan sizga. Ya'ni hujjatlar bilan mahkamlab qo'yilgan bu. Bizni hozir siz mana shu terapiyani insonlarni davolash uchun ishlatyapsiz. Bu massaj bilan uyg'unlikda. Bu o'zi davolovchi terapiya. Nimaga men malaka oshirdim? Darrov bitta sohani o'rganib malaka oshirish xohlab qolmaysiz. Uni natijasini ko'rgandan keyin shuni demak men yana ham qilishim kerak degan xulosaga borasiz. Masalan, bu terapiyani birinchi men insonlarni operatsiya qildirmasligi uchun boshlamaganman. Demak, bu terapiya insonlarni operatsiya qildirmaslikka chorlaydi. Chunki 7 yil davomida natija ko'rganman. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Ortoped travmatologlar meni oldimga kelgan shu bemorlarni, mijozlarni 100% operatsiyaga taklif qilishgan. Endi kechirasiz Feruzaxon, nima uchun ular 100% operatsiyaga taklif qiladi? Ularda bilim yetishmaydimi yoki qanaqadir bir hisobni to'ldirish kerakmi? Nima uchun bu? Yo'q, men bilim yetishmaydi deya olmayman. Nima uchun unda operatsiyaga taklif qilishadi? Chunki o'zi asli artrozni, ko'ks artrozni, endi grijja juda kamdan kam holatda operatsiyaga taklif qilinadi. Asosan shu bizda xalq tilida yemirilish deb ommalashgan o'sha artroz, ko'ks artroz, gonoartroz bu kasalliklarda bizani meditsina, ortoped travmatologlar operatsiyani taklif qilishadi. Bu tezroq natija bo'lishi uchun. Bu tezroq natija bo'ladi, chunki ularning o'zligisi ham bilishadi. Ya'ni kechga qolmaslik. Chunki 3-4 daraja, ya'ni 4-darajaga o'tib ketsa, ular ham noto'g'ri gapirishmaydi. O'sha operatsiyani darajasi ham, sifati ham susayadi. Lekin men mijozlarni o'zligisiga tanlov qo'yaman. Sizlarni oldinglarda ikkita yo'l bor. Men sizlarni operatsiyadan qaytarmayman. Operatsiya qildirsanglar, u o'zingizlarning xohishinglar. Men ortoped travmatologlarni ham o'zim ham meditsina xodimiman. Ularning gapligisini ham inkor qilmayman. Bekorga o'qishmagan, bekorga shuncha malaka olishmagan. Keyin ularga tushuntiraman. Lekin sizlarda yana bitta yo'l bor. Bu shu muntazam ravishda davolanish. Kimdir boshida har 3 oyda, har 6 oyda, keyin har 1 yilda. Lekin bu insondan operatsiya qildirmagandan keyin o'ziga e'tibori talab qiladi. Ya'ni har doim o'zi bilan o'zi shug'ullanish kerak. Yurish kerak, harakatda bo'lish kerak, ovqatlanishiga e'tibor berish kerak, zararli odatlardan, ya'ni LFK deyiladi, shu kerakli mashqlar bilan shug'ullanish kerak. Bu davolovchi fizkultura. Davolovchi fizkultura. Shu kimdir, lekin Feruza Alisherovna operatsiyadan keyin ham sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. To'g'ri, buni ham mashqlarni bajarish kerak. Operatsiyadan keyin ham reabilitatsiya talab qilinadi. O'sha apparatlar qo'yiladi, fizlecheniya deyiladi, shular qilinishi kerak. O'sha sizni tanangizga endoprotez moslab ketishi uchun shunaqa mashq qiladigan shunaqa muolajalar bor, shularni o'tkazish kerak. Bor shunaqa mijozlar bor, patsientlar kelishadi, ular operatsiya qilib bo'lishga men oldimga kelguncha, lekin og'riq bor baribir. Endi ko'rishda operatsiyadan keyin ham baribir muolaja olish kerak ekan. Keyin aytishadi, yo'q, shu ikkinchi tarafimni qildirmayman. Undan ko'ra shunaqa nima bilan yura qoling. Endi kechirasiz, shu joyda albatta operatsiyadan ko'ra shu muolaja olib yurgan yaxshi. Lekin narx masalasi ham bor-da. Endi narx masalasi, seanslar necha kun davom etadi va odamlarning cho'ntagiga to'g'ri keladimi? Cho'ntak bormi? Chunki men o'ylayman, ko'pchilik yoshi kattalar, umuman yoshlar ham operatsiyadan ko'ra boshqacharoq muolajani xohlaydi. Sog'lom fikrli inson operatsiyadan ko'ra katta farq qiladi. Narxi demak. Ancha. Katta farq qiladi. Keyin shunaqa narsa, operatsiyadan keyin ham siz yaxshi bo'lib ketasiz deb ortoped travmatolog xirurglar hech kim 100% kafolat bermaydi. Baribir hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Fikriga ham bog'liqmi? Ixlos qilishiga ham bog'liqmi? Bu birinchi o'rinda. Chunki aytmaman, men ixlos xolos. Ixlos birinchi o'rinda turadi. Shunaqa paytlar bo'ladi, kelgan patsientlar, bemorlar shunaqa ixlos bilan kelishadi. Men o'zim cho'chiyman. Voy, u darajada ishonch bildirib yubormaylar. Hammasi Allohdan, men qo'limdan kelganini qilaman. Ishoning, ularning ixlosiga yarasha men kutgandan ham ko'p natija bo'ladi. Men kutgandan ham ko'p natija bo'ladi. Nimaga? Chunki ularning o'zligisi shuni qattiq xohlashyapti-da. Lekin biz
eshitdik, ma'lumotlarimizga ko'ra siz qanaqadir aniq narx ko'pincha belgilamas ekansiz, insonlarni baribir sharoitiga qarayotgansiz. Bu zarar keltirmaydimi sizga, cho'ntagingizga, oilangizga? Xo'jayiningiz janjal qilmanglarmi, shuncha mehnat qilyapsan, xususiy klinika? Boshida bo'lardi, keyin qarasalar sal befoyda. Yo'q, to'g'ri, o'zi aytilgan, men umuman mablag'ga qaramayman degan odam yolg'onchi bo'ladi. Chunki o'zi insoniyat o'zini qilgan haqqiga yarasha, ishiga yarasha haq oladi. Baribir haq olishi kerak. Haq olishi kerak. Keyin o'sha meditsina otasi Gippokrat ham aytib ketgan, tekinga mijozlarni davolam. Bunaqa davoni qadri ham bo'lmaydi. Qadri bo'lmaydi. Lekin mana o'zingizdan kelib chiqinglar, bizda ayollarimiz oilaparvar, farzandparvar. O'ziga eng oxirida vaqt pul ajratadi. Ayollar statistikada o'zi shu yemirilishda operatsiyada ayollardan, erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq. Ularda ham tug'ruq jarayoni bo'ladi, ham farzand tarbiyasi, ham ular bolani boqishadi, homilani boqishadi. O'shaning uchun bu sut nima hammasi emiziklik davrlari kalsiy ketishini talab qiladi. Endi to'y hasham bor bizda, farzand tarbiyasi, o'qitishadi, uzatishadi, o'ylantirishadi. Oxirida o'zligiz esligizga tushadi. Emaylab qolganda. Endi men agar kerakli mablag'ni qo'yadigan bo'lsam, bu muolaja o'zingiz aytganingizdek bir kerakli natijaga erishish uchun har 3 oyda, har 6 oyda talab qiladi. Har 3 oyda ayollar shu mablag'ni o'ziga ravo ko'rarmikin? Yoki bo'lmasam 10 kun qatnash kerak, uzog'i kasallikni darajasiga qarab 15 kun. Shu 10 kun bir kursni ayollar o'ziga o'shani mablag'i ravo ko'rarmikin? Men nimaga mablag'iga qattiq e'tibor bermayman? Qolib ketmasin. Bu qo'l bilan qilinadigan muolajalar vaqt talab qiladi. Birinchi kuni yengillik bo'ladi, lekin kerakli natija uchun vaqt kerak. Vaqt talab qilingani uchun o'sha 10 kunlik protsedurani ayollar olib olishsin. Keyingisiga kelishga ularga sharoit bo'lsin, malol kelmasin. Hamma xursandmi? Yoki bormi norozilar ham? Endi bilmadim. Menga o'zimga kelganlardan alhamdulillah hali norozilik bo'lmadi. Bo'lmasdan ham, chunki men unaqa holatlarga juda emotsional odam hisoblanaman. Siz nafaqat rahbar, klinika asoschisi, balki o'zingiz xodim hamsiz shu klinikada. 100%. O'zim ham xodimman, chunki yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'quvchilarni olayotganda unaqa har birinchi kurs tugashiga ikkinchi nima guruhini ko'p olmayman, chunki davolash ham yoqadi menga. Qarang, o'quvchilarni olayotganda nimaga e'tibor berasiz? Birinchi omil nima bo'lishi kerak? Eng birinchi omil nima bo'lishi kerak? Men birinchi darsda aytaman har doim, agar deyman, niyatinglar, buni mencha hamma ustoz aytsa kerak, birinchi o'rinda pul bo'lsa, bu tashib qolinglar. Chunki bu mashaqqat. Keyin insonni ham yaxshi ko'rish kerakmi? Insonni yaxshi ko'rish kerak. Chunki insondan jirkansa, bu uni ishi bo'lmay qoladi aslida. Har xil holatdagi odam keladi. Har xil yoshdagi odam keladi. Har xil sharoitdagi odam keladi. Siz undan qat'iy nazar, bizani ishimizda biz xirurg emasmiz, stomatolog emasmiz, maska taqmaymiz. Undan qat'iy nazar, uni masalan kelib chiqishidan, yoshidan, yurish turishidan, uni o'zingizni yaqin odamingizdan ham yaqin tutib qarashingiz kerak-da. Chunki men bu narsa birinchi kirganda o'zi nima qiladi-da, odam keyin bizda bemor bilan bevosita muloqot bo'ladi-ku, postoyanno qo'limiz bilan u yotgan odam uni his qiladi. Siz qo'lingiz bilan tanasiga tekkaningizdan keyin tanani his qiladi. Mehrni ham, mehrsizlikni ham. Даже shunaqa holatda bo'ladi, kelishadi. Endi ko'pchilik qani borib voqea deb keladi. Men o'zi tajribamda nima bo'lib ketasiz-da? Men o'zi yotgan odamni, psixologsiz. Salkam yotgan odamim ishonib yotmayaptimi, shuni bilaman. Tanasiga qo'l tekkizgan. Shuni qilayotganimizda biz bilamiz, bu odam bir xil odam ishonchsiz yotadi-ku. Keyin oxirida aytishadi-da, o'zi boshqacha, довольный, mamnun bo'lib turishadi. Men aytaman, boshida ishonmayapti desa, "Hayyo, nima ekan deb keluvdim." Yana hamma bizda o'zi ko'nikma hosil bo'lgan, har xil yog'lar bilan endi unaqa muolajalar ham bor bizda, hamma turi bor. Endi bu sohani aytyapman-da, suyak bo'yicha.
keyin aytsa voy kiyim ustidan nima ham qilardi mani hozir duvdim. Faqat ayollarni massaj qilasiz? Faqat ayollar va bolalar. Necha yoshgacha bolalar? Qiz bolalar chegarasi yo'q, ayollar, o'g'il bolalar 11 yoshgacha. 11 yoshgacha. Ayollarning vaqti boshqa, bolalarning vaqti boshqa. Endi butun mehringizni berasiz, kuchingizni berasiz, joningizni berasiz. O'zingizni holatingiz qanday bo'ladi massajdan keyin, terapiyadan keyin? Terapiyadan charchasiz, chunki har 3-chi bemor birinchi menga berishgan savoli, ayniqsa shu sohadan ozgina nima bo'lsa, shu protsedurani yarmiga kelganda bir kunda nechta odam qila olasiz deyishadi. Chunki yotgan odam ham his qiladi bu ishni og'irligini. Bir kunda nechta odam qilasiz? Har xil. Oldin ko'proq edi. Kuchingiz ko'proqmidi? Yo'q. Yoshroqmidingiz? Mas'uliyat bilan majburiyat kamroq bo'lgan. Oldin yakka tartibda o'zim mutaxassis bo'lganman. Endi klinikani boshqaruvi bor, konsultatsiya bor, o'quvchilar. Lekin baribir yoshroq paytida insonni jur'ati ko'proq bo'ladimi? Anaqa qo'rquv bo'lmaydi. Qancha o'qigan saringiz, shuncha javobgarlik hissi, qo'rqish, ehtiyotkorlik ko'payib ketadi. Bu yaxshimi, yomonmi? Qachon qanaqadir paytda yaxshi, qanaqadir paytda jur'at ham kerak. Chunki shu yaqinda Moskvada o'quv paytimizda bizga o'sha ustozimiz savol berdi. Sizlar hamma o'tdi spetsialistlar Minskdan, Belorussiyadan, hamma davlatlardan yig'ilgan mutaxassislar. Qaysi tillarni bilasiz, kechirasiz? Voy, rus tili, o'zbek tili, ozgina arab tili, ozgina ingliz tili. Yaxshi. Qanaqa savol berishdi? Kim shu YMH terapiyani qilish davrida qaysi kasalliklar bilan kelgan odamlarni qaytargansizlar? Kimlarni qilmagansizlar? Qimlarni qilish mumkin emas, qaytargan bemorlaringlarni sananglar. Ya'ni qo'rquv bilan qaytargan. Qo'rquv bilan qilmay qo'ya qolaman. Keyin hamma sanadi. Keyin bitta spetsialist ayol bor edilar, ularga aytdilarki, "Sen eng yaxshisi bolalar bilan shug'ullana qol, chunki sen katta odamlarni, chunki ko'p kasalliklar bilan mijozlarni qaytarib o'rgan u odam." Qo'rquv ko'p bo'lsa ham bu sohani odam hisoblanmaydi. Chunki qo'rquv emas, bu tavakkal emas, meditsinada tavakkal yo'q, ozgina ishonch, jur'at, qat'iyat. O'ziga ham ishonch bo'lishi. O'ziga ishonch bo'lishi kerak-da, chunki shunaqa. Siz necha nafarni qaytargansiz? Menchi asossiz qaytarmayman. Asoslar. Qo'rquv asosida. Yo'q, qo'rquv asosida qaytarmaganman. Tavakkal qilgansiz. Tavakkal ham qilmaganman. Qo'rqishimga asos bo'lgan. Birinchidan men meditsina xodimiman. Shuni gapiring bizga. Yondosh kasalliklar, masalan, juda ham davleniyasi baland insonlar, yurak kasalliklari, yurak kasalliklari bilan nazoratda turadigan insonlar, onkologiya kasalliklar. Mana shu joyda aytib o'tib keting, qanday bemorlarga, qanday kasalliklar bilan og'rigan bemorlarga bu terapiya mumkin emas. Nafaqat bu terapiya, umuman bizning sohamiz, shu massaj sohasi, umuman qo'l bilan qilinadigan hamma muolajalar birinchi o'rinda isitmada, yallig'lanishi o'tkir davrida, onkologik kasalliklarning hamma turida, ya'ni onkologlar sizda onkologiya to'xtatildi degan xulosani kami 3 yil, ko'pi 5 yil xulosa berilganda, undan keyin gipertoniyada, ya'ni gipertonik odamga qilish mumkin, lekin davleniya oshib turgan paytda qilish mumkin emas. Davleniya tushgan paytda-chi? Bemalol. Undan keyin ham yaxshi bo'lishiga ta'minlaydi. Undan keyin o'tkir yetishmovchilik kasalliklarida, masalan, dializ oladigan insonlarda, o'tkir yurak yetishmovchiligida, o'tkir nafas yetishmovchiligida, shunaqa kasalliklarda qilish mumkin emas. Ya'ni keyin qon kasalliklari bor, trombofiliya, qon kasalliklari bo'yicha uchotda, muntazam nazoratda turadigan bemorlarda, isitmada va ayniqsa bu YMH terapiyani 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llanilmaydi. Eng kam yosh shu 4,5-5 yoshdan boshlab qilinadi. Endi onkologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar remissiyada bo'ladi. Ular ham massaj olgisi keladi, terapiyaga borgisi keladi. Bunda qanday bo'ladi? Masalan, bir ko'kragi olingan, remissiyada. Unaqalar ko'p bo'ladi. Yaqin orada ham 3-4 ta shunaqa bemorlarni qabul qildik. Ular o'zi vrach nazorati ostida, ularga borib birinchi men oldimga kelishgan bo'lsa yoki ko'proq telefonda уже murojaat qilishadi. Vrach onkologlar nazoratiga borishadi. Ular o'sha mahalliy, o'sha sohani o'ziga muolaja buyurishadi. Mumkin demak. Mumkin. Lekin qaysidir zonalarga, o'sha zonalarga, lekin YMH terapiyani emas. YMH terapiya bir butun muolaja. YMH terapiya tanani
boshidan oxirigacha muolaja qiladi. Yarimta qilinmaydi. U butun holatda qilinadi. Demak, qayerlargadir massaj qilish YMH terapiya emas. Yo'q. Bosh YMHsi, qo'l YMHsi, oyoq YMHsi degan yo'q unaqa. Nima nazariya yo'q, muolajalar yo'q. YMH terapiya bir butun muolaja. Faqat endi bizani tajribadan kelib chiqqan holatda bu har bitta o'zini sohasini, ustasini, o'zini texnikasi bo'ladi. Bu o'zingiz u texnikani ishlab chiqmaysiz, lekin tajribangizdan yig'asiz. Nima qilamiz? O'sha massajni nuqtali turi bo'ladi. YMH terapiyani qilish mumkin bo'lgan elementlari bo'ladi. Elementlaridan muolajani natijasi ko'proq bo'lishi uchun foydalanasiz. Ya'ni kompleks, umumiy ishlash uchun foydalanasiz. Lekin o'zini nazariyasida, qonun qoidasida YMH bir butun muolaja. Mana hozir juda ko'p bemorlar haqida gaplashyapmiz. Endi siz haqingizda ham gaplashaylik. Chunki massaj tanaga tekkandan keyin uni energetikasi ham o'tadi, aurasi o'tadi. Masalan, har xil aurali insonlar keladi, har xil fikrli, pessimistlar bo'lishi mumkin, yuki bo'lishi mumkin. Yuki qay ma'noda? Ma'naviy ma'noda yuki bo'lishi mumkin. Tanani yuki, fikrini yuki. Bu yotib qolgan paytlaringiz bo'lmaganmi? Hozir bir kunda nechta odam massaj qilasiz? Hop, 6-7 ta bo'lgan holatlari ham bo'ladi. Boshqa ishga chalg'imasam. Chalg'isangiz, charchab qolgan paytingiz ham bo'ladi. Charchasangiz to'xtatasizmi? Har kuni nimani? Massajni. Masalan, sizni qabulingizga 6 nafar patsient yozilgan, lekin siz 4-chisida charchadingiz. To'xtatmaganman. Shuning uchun bu sizni organizmingizga salbiy ta'sir qilmaydimi? O'shaning uchun aytaman, bu sohani mablag' o'ylagan odam qila olmaydi. Chunki sizning niyatingiz mablag' bo'lsa, siz o'zingizni nafsingizdan kelib chiqib to'xtatasiz. Men mablag' haqida gapirmayapman. Sizni tanangizni holati haqida, ruhiy holatingiz. Unda o'zingizni qabulingizga, o'zingizni holatingizdan kelib chiqib yozish kerak-da. O'shaning uchun aytaman. Bu siz pul xohlasangiz, siz yozaverasiz kasalni. U siz sifatini o'ylamaysiz. Demak, charchaganingizni bemor uncha-munchaga his qilmaydi. O'zingiz bilasiz, ishingiz sifati yo'qoladi. Men o'yladim 6 nafar ko'p deb. Demak, bu ko'p emas massajistlar uchun. Bilmadim menga hozircha. Oldin 10 tagacha bo'lgan. Demak 15 ta ham yozishlari mumkin. Bir kunda rekord o'sha ertalab 8 da ish vaqtimi boshlagan bo'lsam, aytaman, uydan kelgandan keyin yana 6 ta. Bu umumiy har bitta odamda общий protsedura bo'lmagan. Endi kimgadir qaysi protsedura hisoblab chiqsam, kecha sarhisob qilardim, 17 ta bemor qabul qilgan ekanman. O'zingizni o'zingiz qanday tiklaysiz? O'zimmi? Endi charchaganda tana charchaydi, ruh charchaydi, bosh charchaydi. Bo'ladi-ku endi. Qanaqa tiklay olasiz? Chunki ertasiga ertalab yana boshidan boshlash kerak. Menda shunaqa har xil bor. Mana emotsional charchaysiz, tanangiz charchaydi, keyin ruhingiz charchaydi. Ruhimizni shifosi uchun eng yaxshi narsa ko'p zikr qilish, tahoratda bo'lish, ibodatda bo'lish. Bu ruhiy sog'lomlik uchun, tana sog'lomligi uchun ham bu narsa kerak. Endi tanangizda yana nimaga dam olasiz birpas? Farzandlaringiz bilan o'tirasiz. Bir xil payt shunaqa paytda bo'ladi, endi biz postoyan odamlar bilan gaplashamiz, aytganingizdek 1 soat muolaja qilsangiz 1 soat dardini aytadigan odamlar bo'ladi. Yukini tashlab ketadi. Shuni aytmoqchiman. Siz nafaqat uni tanasini davolaysiz, siz uni ruhiyatini ham davolaysiz. Uyga borganda farzandlaringiz ham kutadi. 4 ta farzandim 4 ta tarafdan kelsa bitta kelinglar deb qo'yaman bir xil payt. Lekin o'sha farzandlaringiz bilan dam olasiz. Endi emotsional holatimni kimga chiqaraman? Emotsional holatimni xo'jayinimlarga chiqaraman. Bu nima degani? Baqirasizmi, quchoqlaysizmi? U nima o'zi? Bunaqa bo'ladi. Aytib berasiz. Masalan, hayratlangan holatlaringiz bo'ladi. Shunaqa ayollar bo'ladi, endi yiqilib qolguncha kelishadi. Bir dunyo kasallikda xafa bo'lib ketasiz. Keyin shunaqa bemorlar bo'ladi, aytganingizni qilishmaydi. Ularning hammasini siz bemorga chiqara olmaysiz-ku. U ayol ham bechora o'ziga qolsa keladi. Xo'jayingiz ismlari nima? Azizxon, sizga sabr tilaymiz. Kun davomida yig'ilgan barcha yuklar sizga borar ekan. Katta sabr. Yaxshi ham bor ekansiz shu ayolni, mutaxassisni baxtiga. Shunaqa deydi. Xo'p, baqirma, menda nima aytdinglar? Keyin men aytaman, "Yo'q, siz meni endi eshitib turing.
keyin oxiri o'zimiz to'g'rimizda ham gaplashaylik deydilar, endi gaplashib mana shunaqa qilib chiqarib olaman. Demak, sizni yo'nalishingiz, siz yo'nalish bo'yicha siz ham xuddi harbiylardek, boshqa soha vakillaridek xalq odami bo'lib qolibsiz. Birinchi o'rin muolaja, natija. Chunki uyda ham shu voqea bo'lgandan keyin, uyda ham shu gap bo'lgandan keyin to'y hashamlar o'zidan o'zi hamma narsa orqaga chekinadi, oxirgi o'ringa turadi. Birinchi o'rinda davolash muolajalari. Bemorlar. Endi siz bilan juda ham ko'p suhbatlashamiz, ma'lumot ko'p. Men hayratdaman, yoshgina mutaxassis, 4 nafar farzandni onasi, yana xo'jayin bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatgan. Bu juda ham katta natija. Mana shunaqa o'tirishingiz, chiroyli bo'lib o'tirishingiz. Endi hozir oxirgi savol berishimdan oldin chiroyli bo'lish haqida bir narsani tomoshabinlarimizga aytib o'tishimiz kerak. Suyak yemirilishi ko'proq kimlarda uchraydi? Ozg'inlardami, do'mboqlardami? Suyak yemirilishi ozg'inlikni ham, semizlikni ham tanlamaydi. Bu hayot tarziga. Lekin statistika bo'yicha semiz odamlarda ko'p uchraydi. Suyak yemirilishi. Lekin uni ketishi, ya'ni protsess, jarayon og'riqli ozg'in odamlarda og'riqliroq bo'ladi. Chunki ularda mushak massasi kamroq, yog' kamroq bo'ladi. Shuning uchun hali qirsillashlar, qotib qolishlar, mushak qotishlar. Ozg'in odamlar suyagi ko'p qirs qiladi. Keyin mushak bizaga hali suyakka himoya nimasi ham-ku, mushak kam bo'lgandan keyin ularda qiyin bo'ladi qotib qolishlar. Endi juda semiz desam noto'g'ri bo'ladi-yu, ozgina 5-6 kilo ortiqcha vazni bor insonlarda bu jarayon shu yog'ni hisobiga ozgina mushak massasini, ya'ni xalq tilida aytganda go'sht hisobiga yengilroq kechadi. Mana yaxshi ma'lumotlar ham bor ekan. Hurmatli, biroz ortiqcha vazni bor ayollar, insonlar, xafa bo'lmang, bizga ham yaxshi xushxabarlar bor. Chunki mana hozir ozish moda bo'lgan-ku. Moda urfda. Yosh 25 yoshdan bu yog'iga kelayotgan ko'p patsientlar уже men so'rayman, bilib qolganman, bilib qolasiz-ku. Ozishga harakat qiluvmidingiz? Biz mushak ko'rinishidan ham bilamiz, darrov ozgan mushak. Ko'zlaringiz ham rentgen bo'lib ketibdi-da. So'raymiz. Ozishga harakat qilmovmidingiz? Keyin ko'rganimizda bariatriya asoratlarini ko'rib qolamiz. Deyishadi. Keyin noto'g'ri ovqatlanib tez vez tashiyman, vazn tashiyman degandan keyin tana suvsizlanadi, yog'sizlanadi, kerakli elementlar qolmaydi. Mana keyin suyak bo'g'im kasalliklari shuning uchun yosharib ketdi. To'g'ri, tashqi ko'rinishdan chiroyli bo'lishadi, lekin bu yemirilish shunaqa narsaki, uni boshlangandan keyin to'xtatish og'ir. Demak, uni to'xtatib, bu oqibatga yetaklovchi qanday sabablarni oldini olishimiz kerak? Xo'p, hayot tarzi. Buni уже hamma bilsa kerak. Shirinliklardan, tiyilish kerak. Gazli mahsulotlardan, sog'lom turmush tarzi, birinchi o'rinda harakat va hayotga bir mamnunlik bilan ham qarash kerakmi? Hozir ko'pchilik nimagadir asabiy, hamma narsasi bo'lsa ham asabiy. Bir mamnunlikni ortida shukr degan so'z ham bor. Shunaqa, hozir aniq 21-asr vabosida stress bu. Chunki yana o'sha bemorlar, men gaplashib o'tiraman, keyin уже ko'rib turasiz, nimagadir oxirigacha etishmayapti deysiz-da, etaverishadi. Keyin o'tirib harakatligingizdan anaqa bilasizmi, o'zi yaqinda men juda qattiq stress o'tkazdim-da. Ko'proq nimadan stress olishyapti? Bo'lgan, shundan keyin qo'zg'ab ketdi deyshadi. Ayollarning 99% kasalligi asabdan. Nimadan asabiylashyapti ko'proq ayollar? Mana patsientlardan gapiring. Ayollarmi? Voy, bilmadim, ko'p narsa. Shu eri sevmayaptimi? Endi hammada har xil. Kimdadir shunaqa turmushda, kimdadir qaynatada, kimdadir farzand tarafdan, kimdadir aytganingizdek hammasi boru shukur kamroq. Endi mana siz ham juda go'zal bo'lib o'tiribsiz. Yana bir bor qaytaraman, hayot har doim xursandchilikdan iborat emas. Bu go'zallikni ortida qancha mehnat, qancha sabr va dard ham bo'lgan bo'lishi kerak. Biz boshqachasiga ishonmaymiz, chunki oltin ham boshida qum bo'lgan, sayqallanib, urilib, surilib oltinga aylanadi.
yengish uchun, mana shu chiroyli holatga kelish uchun siz qanday tavsiya berasiz ayollarimizga? Ayollargami? O'zini o'zi kasallikka olib kelmasligi uchun. Chunki bu aytayotganlarimiz bu jarayon, bu hammani hayotida bo'ladi. Endi juda boshimdan o'tganlarni 100% ochiqlamasam ham, lekin men 100% shu narsani ayta olaman. Har doim yaxshi narsaga ishonish kerak. Yaxshilikka kelgan odamni o'zini mustaqil fikri bo'lishi kerak. Atrofdagi negativ fikrlar ham sizni tushkun holatga tushirib qo'yadi. Atrofdagi insonlar sizga kelajakda yomon narsalar bo'lishini bashorat qilsa ham, sizni ogohlantirsa ham, siz hayotingizda faqat yaxshi narsaga ishonishingiz kerak. Chunki oxiri yo'q narsani o'zi yo'q. Baribir buni hamma biladi. Amallar niyatlarga bog'liq. Nima niyat qilsangiz, Alloh taolo shuni beradi. O'sha qiyinchilik paytingizda ham yaxshi narsani niyat qilsangiz, to'g'ri qiyinchilikdan o'tasiz, sinov bo'ladi, o'sha davrda kechib o'tasiz. Lekin baribir oxirida yaxshi narsani niyat qilsangiz, u yaxshilik albatta keladi. Keyin vaqt o'tganda o'sha paytlarda, o'sha yaxshi kunlaringizda eslaysizda, ha, men o'sha paytda shularni so'ragan edim, orzu qilgan edim. Ishoning, siz o'ylagandan ham tez keladi. Endi Feruza Alisherovna, mana shu chehrani ortida, qalbida bu qiyinchiliklardan o'tolmayman degan bir sizni tushkunlikka tushirgan voqealar ko'p bo'lganmi? O'tolmayman deganmi? Sizni qiynagan, siz kutmagan. Yo'q, kutilmagan qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Juda ko'p deya olmayman. Yosh bo'lgan paytingizda siz u narsalarni qiyinchilik ham demaysiz. Endi bizda ayollar ko'p ko'nikuvchan bo'ladi. Kutilmagan hodisa bizani tushkun ahvolga tushirib qo'yadi. Ayniqsa oila a'zolaringiz bilan bo'lsa, o'shanda juda ham tushkun holatga tushib qolasiz. Ojizaga aylanib qoladimi shunda ayol? Qolasiz. O'ta kuchli ayol ham. Men kuchli bo'lmaganman. Kuchli deb o'zimni hisoblamaganman. Hozirchi? Hozir ham balki endi oldingiga nisbatan kuchli bo'lsam kerak. Nima uchun kuchli deb hisoblamagansiz? Chunki men har doim suyanganman. Turmush o'rtog'ingizga suyanganmisiz? Suyanganman. Har doim suyanganman. Bir baxtmi, lotereyami? Bu baxt. Lekin haddan ortiq suyanib yorish ham ularni bezdirib qo'yishi mumkinmi? Yo'q, bezdirmaydi. Kutilmagan zarbada sizda ozgina tushkun holat bo'ladi. Endi tushkun holatdan chiqishingiz uchun ota-onangiz, yaqinlaringiz yordam berishadi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Birinchi o'rinda ota-onam, jigarlarim, ular meni har qanday holatda qo'llashgan. Ayniqsa men o'ylayman, inson uchun solih ota-ona eng oliy ne'mat bo'lsa kerak, eng katta baxt. Chunki men o'zim hayotimda ko'rdim. Hayotingizda yagona suyana oladigan insoningiz ota-ona. Keyin yagona hech narsa kerak emas, hech qanaqa talablasiz. Ungacha hayotingiz zo'r payt bo'lgan paytda, farzandlaringiz bilan band bo'lgan paytingizda yillab ko'rmang, umuman telefon qilmang. Lekin boshingizga ish tushganda ostonaligisiga borsangiz, hech qanaqa nimasi sizni qabul qiladigan, borini beradigan bu siz ota-onangiz hisoblanadi. Yana insonni hayotida, ayniqsa ayollar boshida, chiroyli ayollarni boshida deylik, har xil holatlar bo'ladi hayot davomida. Va shunaqa gaplar bor, butun dunyo senga qarshi bo'lsa ham, agar sen haqiqat tomonda bo'lsang, Alloh seni yorug' yuz bilan olib chiqib ketadi degan. Olib chiqadi. Agar sizni qalbingizni Alloh bilsa, u tashqaringizda haq bo'lishingiz boshqa. Tashqarida haqligingizni ham har doim har kimga isbotlay olmaysiz. Buni ko'rsatib ham bera olmaysiz. Ayniqsa ayol kishi sinovda bo'lsa, ojiza bo'lgan paytida, shunaqa payt bo'ladi. Isbotingiz bo'lsa ham uni chiqarib bera olmaysiz. Lekin shunaqa qalbingizda agar haq bo'lsangiz, qalbingizda to'g'ri bo'lsangiz, baribir bir kun kelib haqiqat yuzaga chiqadi. Bu yana qaytarib o'taman, siz o'ylagandan tez bo'ladi bu narsalar. O'zimiz taxmin qilgandan ham tez bo'ladi bu narsalar. Siz o'ylagandan ham chiroyliroq natijalar bilan bo'ladi. Balki hayotingizda mana shunaqa yo'llar bo'lgani uchun ham siz uchun inson birinchidir. Uni mablag'i emas, o'zi. Chunki shunaqa paytlar bo'lgan. Men bu narsani bir kun kelib o'zi ko'nglingizga tugib yurasiz-ku, o'zi aytardim shunaqa bildirish kerak bo'lgan holatlarda bir kun kelib rahmat bildiraman, minnatdorchilik bildiraman deb meni o'sha hayotimda sinovli davrlarda
o'zimni mijozlarim qo'llab-quvvatlashgan. Shuni ayting mana. Sizlar ko'rib turibsiz. Xohlasangiz ismlari bilan aytishingiz mumkin. Ismlari bilan aytishingiz mumkin. Ismlari bilan juda ko'p. Nargiz opa, Muxtabar opamlar, Zilola, Umida opam, Komol opam, hammaligisi Shahzoda, Shoira opamlar, ularning onalari shunaqa qo'llab-quvvatlashgan, ishoning. Yaqinlaringiz ham qilishadi, lekin ular aslida mendan Alloh sababchi qilib shifo topib ketgan insonlar. Lekin ular men bilan birga nima qilishgan? O'sha davrni ko'rishgan. Keyin o'zimning qo'shnilarim, Zarifa Kenaya, Gulchehra opa, hammaligisi Gulbahor Kenaya, bular ko'plar ishoning oila a'zolari bilan shunaqa qo'llab-quvvatlashgan. Men o'shanda hayron qolganman-da. O'sha Alloh qalbingizligini bilsa, sinov paytida ham sizga mehribon bo'lib qoladi. Yana undan tashqari inson energiyadan iborat. Energiya almashinuvi ham ketadimi? Mana siz insonlarga mehr berasiz va qaytadi bu albatta. Qaytadi, ko'pi bilan qaytadi. Aytaman, juda ham ko'p menga yaxshiliklar qilishgan. Shunaqa ham ruhiy tarafdan, ma'naviy tarafdan, ham moddiy, har tomonlama menga bo'lmasa ular menga keladigan nimalar? Patsientlar. Lekin shu darajada meni qo'llab-quvvatlashgan. O'shaning uchun aytaman-da, ular oila a'zolari bilan har bitta menga kelgan bemor meni qarindoshimdek, oila a'zoyimdek shunaqa bo'lib qolishgan. Mana tomoshabinlarga aytib o'tmoqchi edim, balki siz qayergadir qaysidir mutaxassisdan davo topish uchun borgandirsiz, lekin o'sha payt o'sha shifokorga, o'sha soha vakiliga sizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Ikki og'iz shirin so'zingizni hech kimdan ayamang, to'g'rimi? Dazi shunaqa bo'lgan, ular meni hozir yaxshi kunlikda ham, ma'rakada ham, to'yda ham telefon qilib, yo'masa hozir birovni eslashga vaqti ham yo'q-da, lekin vaqt ajratib telefon qilishadi. Qizlari kelsa chaqirishadi, mehmonga chaqirishadi. Keyin men aytaman, mana shu baxt bo'lsa kerak. Shu baxt bo'lsa kerak. Men balki shuning uchun ham ishimni yaxshi ko'rsam kerak. Hamma uchun baxt har xil. Lekin bunaqa baxt bo'lishini birinchi sizdan eshitishim. Yo'q, lekin shu baxt juda ham yaxshi ko'raman. Ha, juda ham yaxshi ko'raman. Farzandlaringiz 4 nafar. Qiz nechta? Katta farzandim o'g'il, keyin 3 qiz. 3 nafar qizingiz bor. Qizlaringiz sizni yo'lingizdan ketishini xohlaysizmi? Chunki bu oson emas. Yo'q, xohlayman. Qobiliyatligisi bor, lekin hozircha ular boshqa sohani tanlashmoqchi. Siznikini ham o'rganib qo'yamiz deyshadi, lekin boshqa sohani tanlamoqchi. Lekin siz erkinlik berasiz. Ota-onangizga o'xshab yo'naltirmaysizmi? Yo'naltiraman, chunki bu ota-onaning vazifasi. Hozirchi? Balki men xohlagan narsada bu darajaga erishmagan bo'lardim. Balki farzandlaringizni orzusidan boshqa yoqqa olib ketasizmi yo'liga? Yo'q, olib ketmayman. Tavsiya qilaman. Tanlash imkoniyatligisi bor. Chunki men odamlarga rahmat deyman. Meni shu yo'nalishda chunki siz ko'proq foydangiz tegyapti odamlarga. Ona farzandini salohiyatini sizdan ko'ra yaxshiroq bilar ekan. Chunki biz u paytda aqlimiz u darajada nima bo'lmas edi. Ota-onangiz hayotmilar? Hayotlar. O'sha ota-onangizga bitta har doim ham aytolmasangiz kerak. Fikrlaringizni, niyatingizni mana hozir yuqorida juda ko'p aytdingiz. Ota-onam yaxshi ham bor ekan. Alhamdulillah, men ularni borligisiga har kun shukr qilaman. Otlarini aytib, Oyjon. Oyjon, meni adamlarning ismlari Alisherxon, onamlarning ismlari Dilfuzaxon. Ularga katta rahmat deyman. Menimcha nafaqat men, hech qaysi farzand ota-onasini oldidagi haqqini ado etolmasa kerak. Lekin onamlar meni hamma narsada yonimda birga turganlar, lekin men o'ylayman, adamlardagi ota bo'lmasa kerak. Men ham shunaqa deb o'ylayman, o'zimning otam. Chunki meni shu darajaga yetishimda, bitta maqsadimni ustida turishimda, qat'iyatda meni 1-sinfdan boshlab repetitorim hamma sohada adamlar bo'lganlar. Mehnat darsida kashta ham tikib berganlar. Ro'molim bilan fartugimni uyimizda mashina bo'lmagan, lekin men imtihonga 4-sinfda bitirib chiqishim kerak bo'lgan. Men charchab uxlaganman, adamlar qo'llarida mashina chokda fartu ro'mol tikib qo'yganlar.
mani chizadigan rasmlarimni ertalabgacha chizardilar. Dars bergan ekanlar. Dars berganlar. Endi chizish shuncha. Yo'q. Dars o'zim qilganman. Dars qilib bermaganlar, nazariy bilimni qattiq talab qilganlar, o'rgatganlar. O'zlari chunki injenerlar, zo'r mutaxassislar, muhandislar, zo'r mutaxassislar, energetiklar. Lekin mana amaliy ishlar bo'ladi-yu, yordam berish mumkin bo'lgan. Shularni ertalabgacha rasm chizib berardilar. Bo'lmasa o'zlari Ministerstvo energetikada ishlaganlar, ertalab 7:30 da ishxonaga borishlari kerak bo'lardi. Har kuni majburiy majlis. Kechga qolsalar ministerdan nima eshitadilar? Men uxlab qolardim, bo'laman, lekin ertalab turib ko'zimni ochsam, hamma rasmim chizilgan bo'lardi. Kashtalarimgacha tikilgan bo'lardi. Lekin o'sha payt siz shuni juda katta ne'matligini his qilmagansiz. Buni katta bo'lganingizdan keyin, farzandlaringiz bo'lgandan keyin his qilasiz. O'zim farzandlarimga ona bo'lib, o'zim kechasi bilan 4 ta farzandimga dars qildirib, buni mashaqqatligini bilganimdan keyin men e'tibor berman bolalarga. Bo'ldi, o'zing chiz, o'zing qil. Lekin mana odamlar biron marta shu gapni aytmaganlar. Biron marta o'zing chiz, o'zing keyin aytdingizmi? Shu darajaga erishishimda meni rus tilini ham nimaga bilamiz? Chunki odamlar rus tilini yaxshi biladilar, onamlar yaxshi biladilar. Chunki agar men rus tilini bilmaganimda men Moskvada o'qib kela olmas edim. To'g'ri. Chunki u yerda ruscha bilgan el biladi, umuman o'qib kela olmas edim. Sizda grammatikani bilmasangiz, oddiy kunlik muloqot qilasiz-ku, lekin qanaqa professional darajada, ya'ni grammatikani, terminlar bilan bilmasangiz, tushunmaysiz ular nima deyishayotganini. Endi hozir yuqorida aytdingiz, onam har doim har qanaqa holatda yonimda turganlar deb. Hamma sizga qarshi bo'lsa ham, 10 ta isbot bo'lsa ham, onangiz sizga ishongan paytlari bo'lganmi? Ba'zan ota-onalar ko'chadagilarning gapiga ishonadigan holatlar ham bo'ladi. Bizning oilada, umuman nafaqat menga nisbatan, bizning muhitda hech qachon tashqaridagi gap so'z omillar bilan farzandlarni muhokama qilinmagan, ayblanmagan. Odamlar biron marta bizga yomon gaplar bilan, na onamlar juda hamma narsa madaniyat bilan hal qilingan. Bitta rosa yaxshi gaplari bor edi. Bu buvamlarda ham bo'lgan. Bo'pti, mayli, endi shu ish bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Endi bu yog'iga yaxshi bo'lishni o'ylash kerakdir. Menga bu hayotim davomida saboq bo'lgan. Qiyinchiliklarimdan chiqishimda andaza bo'lgan. Hozirgacha o'sha bo'lib o'tgan narsani u uchun siqil. Endi qancha qilsangiz ham bu bo'ldi-ku. Endi bu yog'iga nima qilamiz? Bu yog'iga yaxshi bo'lish kerak deb bu yog'ini nima qilardi-da? O'sha bu yog'iga orqaga qarash kerak emas, oldinga qarash kerak. Mayli, bo'lar ish bo'pti, endi bu yog'iga. Keyin odamlarni bizga bitta qattu bu narsachi har qanday tarsakidan yomon bo'lsa kerak, odamlar aytardilar. Men sizlarni halol mehnat bilan katta qilyapman. Shunaqa vaziyatlar bo'lganda ham bir marta pora olmaganman. Bo'lmasa davlat ishida odamlarni tanigan hamma biladi. Halollikda o'ta nima odamlar, onamlar ham, odamlar ham halol mehnat bilan o'stiryapman. Nega? O'sha farzandlarim halol luqma yesin deb. Sizlar nimadir ishni noto'g'ri qilsanglar, men o'zimdan xafa bo'lib ketaman. Men qattiq xato qildimki, meni bolalarim ayb ish qilyapti deb. Bu bizga ishoning juda katta nima bo'lardi-da. Unaqa gapni eshitganingizdan keyin katta saboq bu. Endi hozir juda ham bir noqulay savol beraman. Pullaringizni qayerga ishlatasiz? Qancha pul topasiz o'zi? Xususiy klinika, o'rtacha deylik. Bilmayman, hisoblamaganman. Kim hisoblaydi? Endi to'g'ri, buxgalteriya bor, ketadi. Lekin aniq mablag' hisoblamaganman. Qani, xo'jayin aytmanglar, pullarni qayerga sarflayapsan? So'ramaganlar. Yo'q, pul qani? Demagan, ko'z tegmasin, so'ramaganlar, yana so'rab qolsin. Qayerga ishlatasiz mablag'ingizni? Mablag'mi? Qo'y bilmasam, qayerga ketib qoladi o'zi. Katta bir og'irliklar bormi sizda moddiy jihatdan? Shu uyga shunga ishlatishim kerak. Shunga ishlatishim kerak. Yo'q, unaqa nimalar yo'q. Endi qanaqa baribir ayol kishisiz kundalik xarajatlar bo'ladi. Masalan, erkak kishi asosiy katta xarajatlarni qilgandan keyin siz ham nimalargadir pul berasiz. Endi farzandlar o'tga boradi, repetitorga boradi, maktabga boradi. Endi xo'jayingiz ishda bo'ladilar, erkak kishi ertalabdan kechgacha mayda juda xarajatlar bor. O'zingizni nima qilishingiz bor, lekin bilmasam shunaqalarga ketib qoladi. Feruza Alisherovna, sizda ma'lumot juda ko'p. Hozir oxirgacha savollarni bermayman, chunki tong ottiramiz unda. Tomoshabinlarga ham og'irlik qilishi mumkin. Siz bilan yana suhbatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz so'ngida
oxirgi savolni beraman. Bugungi suhbatimiz uchun 10 yildan keyin o'zingizni qanday ko'rasiz, qayerda ko'rasiz? O'zimmi? O'zimmi shu yerda O'zbekistonda shu orzuyim, mana klinika ochish orzuyim bo'lgan, malaka oshirish orzuyim bo'lgan. Birin-ketin hammasiga erishdim, alhamdulillah. Endi klinikani statsionar darajasigacha olib chiqish, chunki ko'p viloyatdan kelgan bemorlarga qatnabmas, yotib davolanish qulay. Shuni bildingiz. Ha, statsionar darajasigacha olib chiqish. Tajribamni bundan keyin shu YUMEX terapiyani O'zbekistonda yana ham rivojlantirish, ayollarga xizmat qiladigan, bolalarga xizmat qiladigan ko'p malakali shogirdlarni, mutaxassislarni yetkazib chiqarish, bundan ham yaxshi natijalarga erishish. Rahmat Feruza Alisherovna. Biz ham ayni niyatlaringiz ortig'i bilan amalga oshishini istaymiz, chunki maqsadlar oliy. Bu mamlakatimizdagi bolalar va ayollarni salomatligiga bag'ishlangan va mana shunday yutuqlaringiz bilan yana suhbatlashamiz degan umiddamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Media Haya klinikasi asoschisi va rahbari, YUMEX bo'yicha mutaxassis Feruza Alisherovna bo'ldilar. Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Rahmat.